xabarlaringiz bor. Diniy mazmundagi narsalarga like, podpiska qilganlaringiz uchun odam qamalishi mumkin. Shuni Instagramda like bosgan layklaringizni qaytib olishni, ya'ni o'chirishni hozir o'rgataman. Buning uchun biz Instagram sahifamizga kirib olib, bo'limiga o'tib olamizda. 3 ta nuqtani bosamiz, mana 3 ta chiziqni. Bu yerdan vaše действие degan joyga o'tamiz. Bu yerdan отметки нравится degan joyga o'tamiz. Mana biz like bosgan nimalar hammasi mana shu yerda bo'ladi. Выборga bosib turib, qaysisini o'chirmoqchi bo'lsangiz, belgilab turib, bu yerda не нравится degani bor qizil. O'shanga bitta bosasiz. Не нравится qilamiz. Bo'ldi. O'chib ketdi. Birorta like bosganim qolmadi. Xuddi shunaqa qilib o'chirsangiz bo'ladi.